bu tosh va yog'ochdan yasalgan butlar sizlarni eshitmaydi, dedi bu. Ular sizlarni hatto ko'rmaydi ham. Agar shunday qilishda davom etaversangiz, Alloh sizni jazolaydi. Jim bo'l, gapirma, deyishdi Naynavoliklar. Yunus ularni Allohga iymon keltirishlari uchun ko'p yillar davomida harakat qildi. Agar ular butlarga sig'inishda davom etsalar, Alloh ularga balo yuborishini aytdi. Lekin hech kim unga quloq solmadi. Uning ogohlantirishlariga beparvo bo'lishdi. Va kunlarning birida u Naynavo shahridan ketishga qaror qildi. Lekin u xato qilayotgandi. U Allohning amrini kutmasdan Naynavo shahridan chiqib ketdi. Holbuki payg'ambarlar Alloh ruxsat bermaguncha o'zlari yashayotgan shaharni tark etishlari mumkin emasdi. Yunus ketgach, Naynavoliklar xursand bo'lishdi. Nihoyat qutuldik shu odamdan deb sevinishdi. Ammo ularning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Naynavo shahrining osmonini qora bulutlar qopladi. Hamma juda qo'rqib ketdi. Ey voh, balki Yunus haq bo'lgandir. Biz unga juda yomon munosabatda bo'ldik. Alloh bizdan g'azablanyapti, shekilli deyishdi. Ular ko'p yig'ladilar, juda xafa bo'ldilar. Qilgan ishlaridan qattiq afsusda edilar. Va ular ko'p duolar qilishdi. Allohim bizni kechir, sen kechirishni yaxshi ko'rasan. Alloh ularni kechirdi. Qora bulutlar tarqaldi. Allohning issiq va sariq quyoshi yana Naynavo shahrini yoritdi. Keyin ular barcha butlarni sindirib tashlashdi. Ammo Yunus qayerda edi? Yunus bir kemaga chiqqan edi. Oldiniga dengiz tinch va sokin edi. Keyin bo'ron ko'tarildi. Kemadagi odamlar juda qo'rqib ketishdi. Oramizdan kimdir noto'g'ri ish qilgan bo'lsa kerak deyishdi ular. Ammo u kim edi?